shu bahaybat g'ovdasiga 100 kilometrga 10 litr yonilg'i sarf qilarmish. Ishondingizmi? Men ishonmadim. Test drive boshlash uchun bakimizga to'ldirib toshib ketgunicha dizel quydik. Foton kompaniyasidan yangi Tulun V9 modeli 2 litrli turbo dizel 4 ta silindr bir qatorda va undan tashqari gibrid rejimi ham bor. Mashinamiz probeglarini 0 ga keltirib olib, biz safarga tog'ga otlanamiz. 130-140 tezlikni mashina sezayotgani yo'q. 69 kilometr yurib toqqa ham yetib keldik. Tablo bo'yicha 908 litr dizel sarf qilyapsan, sredniy 100 km ga deyilyapti. Sababi mashina gibrid, to'liq gibrid emas, qisman gibrid hisoblanadi. Ya'ni akkumulyatori kichkina bo'ladi va shunaqa katta maxluqni qo'zg'alayotganda yoki balandlikka ko'tarilayotganda o'sha gibrid tizimi asosiy dvigatelga yordamga keladi. 100 qismini qaysi mashinaga o'xshatdingiz? Izohlarda yozib keting. Narxi 485 million, 100 km ga qancha sarf bo'lganini Toshkentga borganda bilamiz. Roppa rosa 139 km yurib kelib, hozir endi zapravka qilyapmiz, ko'ramiz qancha ketar ekan. Toshib ketgunicha yana dizel quydik, roppa rosa 12,5 litr ketdi. Nima deb o'ylaysizlar? 100 km ga qancha yedi bu mashinamiz? 139 km ga 12,5 litr benzin ketgan bo'lsa, 100 km ga 9 litr to'g'ri kelyapti. Nima deb o'ylaysizlar? Arziydimi yo'qmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiringlar.